16 bob. Qiz farzandlarga beriladigan tarbiya. Qizlar turmushimizning gulg'unchilari, kelgusining onalari. Ularni obda asrimsaq vaqtsiz xazon bo'lib ketadi. Tafakkurimdan tamchilardan. Qiz farzandlarimiz millatning kelgusidagi onalari. Ularni asrash va yaxshi tarbiyaga ega qilish millatning kelgusi istiqboli bilan munosabatlik zo'r ish. Shuningmi ota-onalar qizlar tarbiyasiga bakmin ko'ngil bo'ldi. Uyg'urlarning farzand tarbiyasi an'anasida qizlarni adablik, axloqliq, mehribon, o'z xuluqli qilib tarbiyalashga zo'r ajr qilib kelgan. Uyg'ur qizlari go'zal, nazokatlik va fazilatlik. Biroq tarixdagi turli ijtimoiy va ideologiyalik cheklimlar tufaylidan qiz farzandlar intayin qattiq cheklim ichida yashab kelgan. Uyg'ur qizlari ko'p hollarda insoniy erkidan mahrum holatda yashab kelgan. Feodallik tuzumning uzun asrlik cheklimisi, feodallik adab axloq o'lchamlari qizlarning kishilik munosabatda, nikoh masalasida, oiladagi o'rni qatorliq jihatlarda asosan bo'ysunguchi o'ringa mahkum qilingan. Qizlar asosan ilm ma'rifatdan chetda qoldirilgan. Bir qism yuqori tabiiy ayollari qisman diniy bilim olgandan boshqa, avom fuqarolarning qizlari savodsiz qoldirilgan. Natijada tarbiyalanish fursatidan mahrum bo'lgan qizlar chechi uzun aqli qisqa deb ayblanib, jamiyatning mas'uliyati qizlar uchun haqorat tamg'isi bo'lib qolgan edi. Ularning jamiyatdagi o'rni va mas'uliyati bola tug'ish va beqish, tomoq etish, kirqat yuyish, uy beqish, erlarning holidan xabar olish bilan ko'paylangan. Ular jamiyat ishlariga aralashtirilmagan, ijtimoiy faoliyatdan mahrum holatda yashagan. Aslidan olganda qadimki jamiyat haqliq bo'lgan bo'lsa, qizlarimizning muntazam tarbiyaga ega bo'lib, yuqori safoliq onalardan bo'lib yetishib chiqish uchun millatning safosi bilan intayin quyuq aloqasi borligini e'tiborga olish kerak edi. Tarixdagi bir taraflama qarashlar qizlarimizni tarbiyalanish huquqidan mahrum qildi. Shunga ayollarning nazar doirasi intayin tor edi. Ular bekorchilikdan necha ayol bir yerga kelsa, uning buni gapin qiladi. Bu jarayonda fitna fasod, g'aybat xarakterlik gap so'zlarmi ko'p bo'lib qoladi. Ishning oldikidan o'ylamaylar, ba'zi sirlarni eg'izidan chiqarib qoladi-da, ayol kishiga sir aytishga bo'lmaydi degan ayib bilan ayblangan. Biz tariximizda barliqqa kelgan ba'zi yirik asarlarda ayollar haqida xili haqoratlik bayonlarning yozilganligini ko'rdik. Eng o'qimishli olim Yusuf Hasajib ayollarni hargiz sirtqa chiqarma, ularning ichi teshidek undoq oq bo'lmaydi degan ekan. Alisher Navoiy Mahbubul Qulub degan asarida qisman ayollar haqida kitoblarga yozilgan yaxshi ayollarning 100 yildimi biri onadan tug'ilmas, undalarga yo'liqqan kishiga toj tarik bo'lsin va bu baxt uningga muborak bo'lsin. Ularning tillari haqni so'zlaydi, dillari haqni kuylaydi. Islom olimlariga ulardan foyda, umid va ularning nafaslaridan avliyolar manfaatdor. Payg'ambarlarni ularni maqtug'uchi desak bo'ldi. Muqarrab farishtalarni ularga egichi singil desak bo'ldi. Ularning boshlarida ipatning tardan to'qilgan ro'mollari bor. Yuzlarida poklik rahtidan rastlangan chumballari bor deb madiylangan bo'lsa-mu, umumiy nuqtadan mundaq ayib nuqsonlarni artgan. Xotinlar toifasini haq tala, chap va noqis yoritibdi. To'liq rostlikni ularning zotidan yiroq qilib, ularning xo'y af'olini noxush qilibdir. Ko'prak erlarni ularga xor va hammal qilibdir. Ularning yunuri fitna va hiyla, o'y g'arizi xiyonat. Ular Xudoning ne'matlariga noshukrlik qildi. Xalqning yaxshiliklarini tunimaydi. Dinlarida susluq, odatlarida noinsoflik bor. O'zini ko'rish ularga odat va o'zini deyish ularga lazzat. Ularning aqli kamligidan dinlarida qusurliq, dinining yo'qligidan aqllarida kupurlik bor. Nafsining kasobatidan kiyimlarida nopoklik, nafsida va kiyimlarida zotidan bebakarlik bor. Ular hushsiz, chunki nodonlik bilan mast bo'lganda uyunparas. Ularning nazari kishilarning aybida. Ularning yunuri ayb izlash, hiyla, aldamchilikda sehr o'ynaydi. Gunohsizlarga qasd qildi, yolg'ondan tuhmat yasaydi. Anglik bilan yuzlarini qizartidi. Ammo yolg'onni rost qilishga yuziga qora surtidi. Paridek shahzodalarga xiyonat qilib, devidek zangillar bilan oshna o'ynaydi. Pardada turishlari tamoman hiyla bo'lib, yasanib sirtqa chiqishga oldirganligi. Bunda xotinlarning erlari yuk to'shiydigan eshaklari, yumshoqqoch qo'llari, bir yaxshilikqa 100 yomonlik ularning ishi. Hasal berganlarga zahar berish ularning odati. Ularning sababi bilan iffat nomus uylari buzilgan. Bu xil xotinlar haqida nurg'un olimlar kitob yozibdi va mubolag'a bilan munozara qilishibdi. Lekin hamon o'zlarini ojiz va kamkuti hisoblabdi.
Demak, bu bir necha ig'iz so'z bilan ularni ta'riflab tugatgil bo'lmaydi. Alisher Navoiy bergan yuqorqi ikki xil bahodan qadimgi chog'larda ayollarning o'rni va ta'sirining qandoq bo'lganligi ro'shan tasavvur qilish tez emas. Biroq amaliyat shuki, aslidan olganda Uyg'ur qizlari ilm-fan bilan qurollanib, jamiyat uchun bir kishilik to'p qo'shishga rag'batlantirilmadi. Shundaqdimi Uyg'ur qizlari garchi har turli buyunturuqlar ichida cheklanib turgan bo'lsa-mu, lekin oila ichida yaramliq, uy ishlariga pishqan, farzand tarbiyalashga komil edi. Ular oilasi va eriga sadoqatmand bo'lish, adab-axloq nuqtasidan o'zlarining qadr-qimmatini saqlash, poklikni jinidimi aziz bilish, yuzi tuban, nazokatli bo'lish, hayoliq va nomuschan bo'lish qatorliq taraflarda xili atrofliq oila tarbiyasiga ega bo'ladi. Bu nuqtadan ular hurmatlanishga haqliq edi. Hozirgi jamiyat Uyg'ur qizlarining tarbiyalanishiga qanday talablarni qo'ydi? Oilaning qiz farzandlariga berishga tegishli tarbiyasining mazmuni qanday bo'lishi kerak? Birinchi, qizlar dunyosidagi bugungi o'zgarish. Tarix o'zgardi, davr yanglandi. Shuning aksib qiz ayollarning insoniy huquqlari dunyoviy xarakterli kapolatga ega bo'ldi. Ayollar hurligi dunyoviy birlik sifatida hal qilindi. Qiz ayollarning huquq manfaatlari qo'g'daldi va jamiyatga o'rni asliga keltirildi. Qiz ayollar yuzlaridagi chumpardalarni cho'ribitib, dunyoga nazar soldi. Jamiyat güzlandi. Ular hokimiyat ishlariga, jamoat ishlariga qatnashish huquqidan bahramand bo'lishga boshladi. Shuning bilan ular insoniyatning taraqqiyot ishlariga bir butun inson sifatida qatnashish fursatiga erishdi. Qiz ayollarning manfaati qonun bilan qo'g'dalgan bo'ldi. Ayollar huquqda baravarlik erishdi. Uyg'ur ayollari o'zlarining yarim dunyolik rolini joriy qildirib, jamiyatning har qaysi o'rinlarida o'zining aql farosatini namoyon qilib, jamiyatga to'p qo'shishga boshladi. Mutlaq ko'p sonli Uyg'ur onalari qizlarini Uyg'ur qizlarga xos fazilat, Uyg'ur qizlarga xos farosat bilan tarbiyalash uchun ko'p ajr qilishdi. Qizlar yangi madaniy ong va ilg'or dunyo qarash bilan qurollandi. Davrning o'zgarishi va dunyoga yuzlanish chaqiriq bilan necha asr bekinmachilikda dunyodagi o'zgarishlardan bexabar holatda yotgan Uyg'ur xotin-qizlari dunyoga yuzlandi. Bunday yangi yuzlanish Uyg'ur jamiyatida qarama-qarshi bo'lgan ikki xil o'zgarishga sabab bo'ldi. Biri Uyg'urlarning an'anaviy ilg'or milliy aloyidaligi va xosligi bilan dunyoning ilg'or fan madaniyatini qabul qilish orqali o'zlarining davriga yarasha yuksaltirish uchun kurash qilmoqda. Ular tarixiy fursatdan unumli foydalanib, qadrini ko'tarib, insoniyat jamiyatidagi o'rnini asliga keltirish uchun, insoniy qadr-qimmatini yuqori ko'tarish uchun otlanib ketdi. Yana biri, yanada feodallik buyurunturuqning iskanjasidan o'zlarini to'liq qutuldirishga jur'at qila olmadi. Oilada feodallik tarbiya izchil davomlashib keldi. Buning aksicha bo'lgan yana bir xil eg'iz shuki, Uyg'ur qizlari orasida g'ariblashish, erkinlashish va o'zidan yodlashdek yana bir xil ta'tir iqim borliq kelishga boshladi. Bo'libmi 90-yillardan boshlab bu xil ta'tir, qarg'ularcha, ongsiz tanlashning Uyg'ur jamiyatiga nisbatan kishini cho'chitadigan bir do'qmishga kelib qolganligidan darak berdi. Uyg'ur qizlari orasida ma'naviy jihatda madaniylashish bilan kishilik munosabat va tashqi birlikda madaniylashish o'tirisida gangirash kelib chiqdi. Shuning bilan qizlar orasida intayin qo'rqinchli va intayin xavfli chekdan oshgan, erkinlashish tarafga o'tgan qizlar borliqqa keldi. O'zining qadr-qimmatini pul uchun haqoratlayotgan, nomusini bir yoq cho'rib qo'yib, pulga, kiyim-kechakka dumtushgan ahonatli qizlarmi pak Uyg'ur jamiyatini bulg'ashga boshladi. Muqaddas muhabbat haqoratlandi. Qizlar saxta muhabbatning qurbonlariga aylanishga boshladi. Hayo, adab unutilib, oshkora so'rinlarda quchoqlashish, сөйісіш va har xil qiliqsizliklarni qilishdan harliq his qilmaydigan bo'lib ketdi. Hozirgi ba'zi Uyg'ur qizlarining Uyg'urning qizi ekanligini farqlantirgil bo'lmaydigan intayin zo'r yodlashish borliqqa keldi. Hatto ularning kiyim-kechaklari, pardozlari, chochlari va yurish-turishlaridan Uyg'ur qizlariga xos bir aloyidlikni his qilg'il bo'lmaydi. Ba'zilar yarim yalang'och ko'chalarga chiqib o'zlarini ko'z-ko'z qilishidi. Bu xil bulg'unish ota-onalarni intayin azoplamoqda. Ba'zi ota-onalar qizlarining jamiyatga keltirgan haqorat sababli bosh ko'tarilmay qon yutyotidi. Bunday ijtimoiy fojianing o'tirg'i chiqishining ijtimoiy sababi nima? Bizning his qilishimizcha, bu xil nachar odat kuchining bosh ko'tarishiga sabab bo'layotgan omil bunday bir qancha nuqtaga taqildi. Birinchi, ichki sababdan olganda, ba'zi ota-onalar qizlarga berishga tegishli an'anaviy fazilat tarbiyasini bo'shashtirib qo'ygan. Ba'zi hollarda hatto qizlarga eg bo'la olmagan, ching tutmagan. Ba'zi ota-onalar qizlarining mayliga qo'yib berayotgan. Ikkinchi, tashqi ta'sir nuqtasidan olganda, hozirgi jamiyatga ijtimoiy bulg'anishning ta'siri ba'zi irodasiz, g'urursiz qizlarni yalmavuzak yutib ketgan.
Üçüncü, qizlar nadonligi, go'dakligi tufayli o'zlarini kontrol qila olmagan. Kichikdan boshlab go'zallik haqidagi yetaklash yetarli bo'lmaganligi uchun go'zallik bilan chaqananlik farqlantirilmagan. Bu xil o'zgarishda oilaning, jamiyatning va maktablarning o'rtaq mas'uliyati bor. Biz bu yerda faqat oila ustiga elish lozim bo'lgan bir qism mas'uliyat to'g'risida maslahat berish bilan kifoyalanamiz. Ikkinchi, fazilat g'unchisi chumparda ichida emas, qalb to'rida echilsin. Fazilat tarbiyasi qizlarga beriladigan ta'lim-tarbiyaning muhim tarkibiy qismi. Uyg'ur xalqi qizlarning haqiqiy go'zalligini fazilat tarafdan ko'zatadi. Qadimgi Uyg'ur maqollaridimi yuziga qarama, erdamtila, rangi ro'yiga, chiroyiga qarama, adab axloqiga qara deyilgan. Ya'ni Uyg'urlarda chiroyiga choy qo'yib ishkil bo'lmaydi degan gap bor. Haqiqatan chin insoniy go'zallik tashqi go'zallik emas, balki qalb go'zalligi. Shunga ota-onalar qiz farzandlarini tarbiyalashda qalb go'zalligiga ko'p ahamiyat berish kerak. Chunki qizlarning fazilatlik, qalbi go'zal bo'lib o'sishi qizlarning o'zining qadr-qimmatini oshirib qolmay, balki u oilaning shon-sharafi, keyingi avlodlarning shon-sharafi bilan munosabatlik. Qizlar oilaga go'zallik elib kelishi, jamiyatga go'zallik elib kelish kerak. Tarixdan buyon yuzaga yopilgan chumpardisi ularning haqiqiy fazilatiga kaforat bo'la olmagan. Alisher Navoiy tilga olgan Iffatning taridan to'qilgan ro'mol, poklik raxtidan raslangan chumbal dal go'zallikning asli mohiyatini qalbda bo'lganligini ko'rsatgan. Qalbida fazilat g'unchisi echildirgan qizlarni har qanday mustahkam ta'qib qilishmi, kontrol qilishga ojizlik qildi. Haqiqiy fazilatli qizlar har qanday sharoitda yanada o'zining pokligini saqlab qola oladi. Shunga qiz farzand tarbiyasida mundaq bir qancha taraflardan yetaklash va ta'sir ko'rsatish lozim. Birinchi, ana qizlar uchun eng yaxshi fazilat ulgusi bo'lish kerak. Uyg'urlarda qizni bozgan onasi degan gap bor. Onaning xulqi, mijozi qiz bolaga intayin cho'nqur is solgan bo'ldi. Qiz bola onaning har bir harakati, gap so'zlari va yurish turishiga bo'lgan hamma taraflarni do'raydi va cho'nqur ta'sirga uchraydi. Fazilatli onalardan fazilatli qiz tarbiyalanib chiqadi. Fazilatsiz onalardan fazilatli qizlarning chiqish natayin. Bu kishilik turmush isbotlagan haqiqat. Shunga onalar qizi uchun bo'lsa-mu o'ziga qattiq talab qo'yish kerak. Go'zal xuluq va yaxshi namunalik fazilat bilan qizlarga ulgu bo'lish lozim. Ikkinchi, qiz farzandlarning tabiatida qizlarga xos tug'ma alaydilik bo'ldi. Ular o'g'illarga qaraganda tortinchoq, nomuschan bo'ldi. Kuyimchanlikmi yuqori, xaraktermi kuchli bo'ldi. Bu xil xoslikni texnik yuqori ko'tarish va taraqqiy qildirish uchun yanada atrofliq tarbiyaga muhtoj bo'ldi. Uchinchi, farzandni hargiz kichik chog'lashga bo'lmaydi. Sal bo'yiga yetganda tarbiya bersammi kechikmayman deb qarasak, yomon natija allaburun kechikib qolganligimizni isbotlab beradi. Tajribali onalar qizlar bu vaqt chog'dala nomus qilish, izo tortish, hayolik bo'lish tarbiyasini elib berish bilan qizlarning qizlik tabiatini kuchaytirishga tirishadi. Ozroq yomon, axloqsiz gap so'zlar va qiliqlarni qilib qolsa, darhol nomus, izo, uyat degan so'zlar bilanla go'da qalbiga qanday ishlarning fazilatli ish, qanday ishning uyatli ish ekanligini his qildiradi. Qo'pol nashayin gap so'zlarni qilib qolsa, darhol undaq gap so'zlarni qilishning yomon ekanligini aytib, ogohlantirish beradi. Demak, fazilatga yot bo'lgan har qanday kichik ishlar sodir bo'lib qolsa-mu, diqqat qildi va tuzatishga yordamda bo'ldi. To'rtinchi, qizlar go'dak chog'da bolalar bilan birga o'ynaydi. Ba'zi bolalarning qiliqsiz, adabsiz ish-harakatlari bilan uchrashadi. Bunday chog'larda nayt savrchanlik bilan u bolalar eski qiliqsiz bolalar, unda bolalarning ishini do'rma qizim, adablik, yaxshi bolalarning fazilatini o'rgangan, bo'lmasa eski qiz bo'lib qolasan degandek so'zlar bilan ularning fazilatlik, fazilatsiz ishlarni farqlantirib olishiga yordam berish kerak. 5. Qizlar maktab yoshiga to'shgandan keyin fazilat tarbiyasini texnik kuchaytirishga to'g'ri keldi. Maktab tarbiyasi bilan oila tarbiyasini birlashtirib, qizlarda o'zini tunish, o'ziga qattiq talab qo'yish, o'zining qizlarga xos fazilatini texnik gavdalantirishga ahamiyat berish lozim. Chunki bu chog'da sirtqi ta'sirni qabul qilish texnik ro'shan bo'lishga boshlaydi. Har doim qizlardan ahvol egallab turish, ularning qanday ta'sirlarini qabul qilayotganligiga ko'z quloq bo'lib turish lozim. Chunki farzandlarning har bir so'z harakatida bu xil ta'sir ochiq ifodalanib turadi. Kuzatishimizga qaraganda, qizlar maktab kirgandan keyin qizlar xos xarakter va xususiyatlarni yetildirishga bak ahamiyat beradi ekan. Ularni nomus qilish, izoh tortishdek psixik holat o'g'illarga qaraganda xili gavdalik bo'ldi ekan. Qizlar saboqdoshlariga kuyinish, ularga yordam berish, hissdoshlik qilish jihatdami o'g'illardan ustun turadi ekan. Ularning bu xil yaxshi xarakterini yetildirishiga ilhom berish kerak. Hargiz xalq bilan qaring nima degandek gaplar bilan ularning qizg'inligiga sovuq suv sepmaslik lozim. Nasihatdan namuna.
Qizim, sen bizning faxrimiz, umoq qo'nchimiz. Amdi sen adablik, fazilatlik bo'l. Qiz bola deganning o'ziga xos go'zal fazilati bo'ldi. O'g'illar qilgan ba'zi ishlarni qizlar qilsa adabsizlik sanaladi. O'g'il bolalar cho'zi qurib o'ltirsa adabsizlik hisoblanmaydi. Lekin qiz bola degan ikki tizini juplab o'ltirsa adab hisoblanadi. Qiz bola degan issiq, yiqimliq, xush chiroy bo'lgan yaxshi. So'g'uq, qo'pol, to'ng bo'lib qolsang, kishilar fazilatsiz ekan deydi. Har qanday kishining qishida ig'izingdan aski gap chiqarib qolma. Set gap qilish bek nomusliq ish. Boshqalar aski gap qilayotgan bo'lsa, darhol qishidan ketgin. Uyga biror odam kirsa, adab bilan yaxshimsiz aka, yaxshimsiz acha deb iliq muomala qil. Go'mushdek tursang bo'lmaydi. Tamoq yeganda oz aldirmay yeyishga odatlangin. Qiz bolaga nisbatan haddidan ortiq ko'p yeyaverish, aldirab yeyish, ig'izga ko'p narsalarni silib olish ayiblik hisoblandi. Ko'ch-ko'ylarda biror narsa yeb mengishmi adabsizlik bo'ldi. Qizlar maktabga kirgandan keyin: "Qizim, maktabga ko'nishdingmi? Saboqdoshlaring yaxshimikan? Axloqli, fazilatli bolalar ko'pmikan? Qizim, endi o'quvchi bo'lib qolding. Fazilatingni saqla, fazilati boshqalarga ulgu bo'lgin. Jamiyatga kishilarmi sizlarni qaysi maktabda o'qiydigando, kimning qizido, ajab fazilatli bola ekan deb qolsin. Hargiz sendan adabsiz qiliqlar sodir bo'lib qolmasin" degandek so'zlar bilan ularga adab axloqning o'zining qimmati uchun qanchalik muhim ekanligini his qildirish lozim. Qizlar bo'yiga yetib qolganda, qizlar boshlang'ich maktabning yuqori yilliqlariga chiqqandan keyin fazilat tarbiyasida xarakterlik o'zgartish elib berishga to'g'ri keldi. Bo'libmi qizlar 12 yoshdan qolganda tarbiyaga texmi diqqat qilish lozim. Bu bosqich qizlar fiziologik jihatdami va psixik jihatdami burilish yasaydigan halqiliq davr. Shunga qizlarning yurish turishi, jamiyatga aralashishi, nalarga borganligi, nima ishlarni qilganligi qatorliqlarni qattiq surishtirib turish lozim. Ularni maktabdan kech qolmaslikqa, o'zi yolg'iz bir yerga bormaslikqa, tanımagan odam bilan bordi keldi qilmaslikqa, restoran va boshqa o'yinxonalarga bormaslikqa, boshqalar berishga zo'rlasimi, qiziqib ketib qolmaslikqa ogohlantirish kerak. Uy ichidagi adab qoidaga va hayoga bak diqqat qilish lozim. Hozir ota-onalar televizorni bolalar bilan birga ko'rgil bo'lmaydi ekan deb ba'zi oilalarda ikki televizor qo'ydigan bo'ldi. Bu ma'lum jihatda rol o'ynasimi, lekin mohiyatlik masalani herkes hal qilolmaydi. Ularni bu ta'sirdan ayirib etish mumkin emas. Eng muhimi, ota-onalar bizning turmushimizga mos kelmaydigan ko'rinishlarni ko'rganda bolalarga mundaq tavsiya qilish kerak. Balam, u degan g'arbning turmushi, bizning turmushimizda undaq ishlar to'liq hayotsizlik hisoblandi. Qizim, bizda qiz o'g'illar to'y qilishdan burun hargizmi hayosiz ishlarni qilishga bo'lmaydi. Qizlarning eng chong fazilati o'zining qizlik iffat nomusini toki to'y kechasigacha pok saqlash. Sana g'ayri talab qo'ygan odam hargizmi yaxshi odam emas. U haqiqiy muhabbat egasi emas, balki shahvatparast buzuq odam. Sen faqat o'zingning iffat nomusini ching saqlay olsanglar, o'zingning insoniy qimmatingni qo'lingda tuta olaysan. Angushtar qo'lingda bo'ldi. Agar angushtarni qo'lingdan berib qo'ydingmi, u chog'da sen uchun jinim paydo, sen mening hayotim deb maydasiga urgan o'g'il bolaning nazaridan tushib ketasan. Qadr qimmatingni yerga urasan. Angushtar qo'lingdagi chog'da go'harda qimmatliksan. O'zingni tutqizib qo'ydingmi, xuddi xish partisida qimmatingni yo'qotib qo'ysan. U chog'da beshingni tashib urganing bilanmi pokligingni asla keltira olmaysan. Jamiyatga nazar solgin. Nurg'un qizlar baldur o'zini tutqizib qo'yib, birdamlik hissiyotning va ko'ngilning kayniga kirib, umrlik pushaymon qolmadimi? Buning tagida nemish borligini obdan o'yla. Ular saxta muhabbatning qurbonlari. Sen o'qishingni tamomlagan qadar muhabbat degan ishlarni xayolingga keltirma. Sening hozirgi ko'ngil bildigining o'qish, muhabbat ishini oddiy chog'lamag'aysan. Bu ish o'zingning ar-nomusing bilan, istiqboling bilan, keyingi turmushing bilan munosabatlik muhim ish. Ba'zilar birdamlik hissiyotning taqozosidan xato yo'l tutib qoldi deyli. Shu bir qatimlik savallikning dardini, shuning ar-nomusini bir umr ko'tarishiga to'g'ri kelib qoldi. Qalbida uyib qolgan bu qora dog' menga yuyilmaydi. Qizim, men sening onang. Shunga ba'zi gaplarni ochiq eskartib qo'ymasam, sana bularni kim deydi? Sen jamiyatning yomon ta'sirini hargiz yuqtirib olma. O'zingni yerga qartadigan, oilamiz shan-sharbiga dog' tushiradigan ish sodir bo'lib qolmasin. Qizim, har ish vaqt soati kelganda bo'lgan yaxshi. Fazilatlik, durust niyatlik, hayoliq yaxshi yigitlar bo'lsa aralashsang, biz uningga qarish emas. Biroq odamni bilib bo'lg'il bo'lmaydi. Ba'zilar maqsadga yetguncha xuddi sen nima o'ylasang, umi shundoq o'ylagan bo'lib oldi. Sen nimani yaxshi ko'rsang, shuni yaxshi ko'rgan bo'lib oldi. Rostla sen bo'lmasang tugishib ketadigan qiyofatga kirib oldi.
Bu çağlarda o parvonadek atrofingni cho'rgilaydi. Maqsadiga yetgandan keyin o'zini sendan qochirishga urinadi, sendan turli ayib nuqsonlarni tepishga urinadi, bahona izlaydi. Shuning bilan sen unga yalvirib, uning kaynidan kuchukdek agishishga majbur bo'lasan. Bo'pti deydisang, u seni haqoratladi. Boshqalarga qaysi yuzim bilan qarayman deysan. Bo'pti demay desang, u sening ishonchingni, umidingni xarob qildi. Kelgusidagi turmush istiqbolini qorong'ulashdi. Seni haqiqiy yaxshi ko'rmaydiganligini his qilib yetding. Shunga qizim, muhabbat masalasida eng muhimi o'zingning pokligini saqlashni bilsanglar, vijdoning bulg'anmaydi. Har qanday chaqda yuzing yo'riq bo'laveradi. Turmushda baxt degan shu, qimmat degan shu. Yuqorqidek nasihatlarni berganda qizlarda biror ish sodir bo'lganda emas, balki intayin to'g'ri va muvofiq bir paytni tanlash, jamiyatda bo'lib o'tgan misollardan o'rnak ko'rsatish vositasi bilan jamiyatga muhabbat tragediyalarining sababini samik selib turish lozim. Bo'libmi pul va boyliqiga, mansibiga tayinib qizlarning vijdonini bulg'aydigan, nurg'un nodon, irodasiz qizlarning oshu puldor noahdilarning changilida nobud bo'lib, qadr-qimmatni yerga urayotganligini dardimlash yo'li bilan tushuntirish va jamiyatni tushunish fursatiga ega qilish kerak. Angladingmi qizim? Pokona qiz shunday chiroyli cho'ng bo'lgandi, endi kishilarning og'ziga chiqib qopti. Bir ayoli bor, noahli boy, u qizni xorlabdi. Odam degan aql bo'lmasa, nomus bo'lmasa, vijdon bo'lmasa, o'zining qadr-qimmatining bahosini bilmasa, ashunda nomussiz yo'lga kirib qoldigan gapda. Pul hargizmi insoniy qimmatdan, nomusdan va poklikdan yuqori emas. Haqiqiy nomusliq, insofi bor odam hargizmi pulni dastak qilib, o'zini oyoq osti qilishga yo'l qo'ymaydi. U qizlar o'zining odamiyligini unutib qolgan. Razil pul uchun har qanday iflosliklarni qilishdan yonmaydigan yomon odatni yutildirib olgan. Qizim, odam degan kunni bir non yesimi, bir kiyimni bir yil kiysimi, fazilatdan iborat bu buyuk libosini hargiz salmaslik kerak. Pulga setib olgan bo'lgan nomusni, kiyim-kechak almashtirishga bo'lgan vijdonni, qandaqmi nomus, vijdon degil bo'lsin, u qizlar pulga, kiyim-kechakka o'zini qora yurak ablahlarning qo'rlishini, haqoratlashini setib olgan. Asldan olganda Uyg'ur qizlari pulini dastak qilib qizlarni aldaydigan, puliga tayinib qizlarni oyoq osti qilishni niyat qilgan noahlilarni tezak chog'liq ko'rmasligi, hatto ularni odam sifatida tasavvur qilmasligi kerak edi bolam, degandek so'zlar bilan qizlarning qalbida buyuk g'urur, nomus tuyg'usini uyg'otish kerak. Bu yolg'iz qizlarning masalasi bo'lmasdan, balki butun jamiyatning pok bo'lishi uchun qo'shilgan tuhfa bo'lib qoldi. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 16-bobining 1-2 qism mazmuni o'qib tugatildi. Davomli huzuringlarda bo'ldi.